Hürmetlik vatandaşlık siyerlerimiz ahırlaştı. Bugünkü ıslahı 2023 yıl 4. ayının 9. günü heptiki yekşembe vatandaş. Aslında boğanda muşu leksiyani bugün tahlil kılışımız gerek idi. Ama bunun sebebi biz özümüzün beşidin, Uygurların beşide ötken işler nime? Rasıqtay şartnamasıg münasibetlik Uygur meselesi nime degen toğrada yani keyinki vaqtımızga kaldırdık bir leksiya kılışını. Kitaplarda Pakistan'ı keltirip durup, şuna bugün bu leksiya doğrusu men toxtalmay vatandaşım. Men toxtaladigan tuyuqsiz yetip kelgen bir xabar nim boldu başta men sizge vaziyet qatarda aytip edim. Mesela qısqa xabar 4. ayının 9. günü axbarat noqtalları Limuyan dedi ki şeyde bir cümle sözü çıktı ortaya. Amerika Cungu allaqaçan kelişim asıl kıldı mı? Mesela dedi ki Cungu Kompartiyası harbiy manevr qilib Tayvan'da öç almoqchi bo'ldi. Lekin manevrning ko'lami kichiklab ketdi ve vaqtning qisqa bo'lishining kaynida manevrga hajdiga vaqtning qisqa bo'lishining kaynida nemish bor? Amerika Cungu allaqachon kelishim hosil qildimi? Axborot nuqtalari Limuyan 4. ayının 8. günü yutib. Bu sözge dikkat kılımız. İsınlarda var, aralıkta ben bu bir cümle sözünü kılgan edem vatandaşım. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlarının Avam Palata başlığı Kevin McCarthy Kaliforniyada 4. ayının 5. günü Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen bilen görüşkende Cungu'nun ifadesi nime boldu? Cungu'nun inkası nime boldu? Burunqudek qattiq emas ya degan edem vatandaşım. Boşap ketkendek turdu ya degen bir mezmunda söz sözlügen idim. 4. ayının 6. günü, 7. günü Prezident Tsai Ing-wen Tayvan qaytib geldi. Yani Tayvan'da Amerika Qo'shma Shtatları Avam Palatası Tashqi Münasebetler Komitetining reisi Michael McCaul efendine ve vekiller ümigini qabul qildi. Bu bir ko'rinish. Shundan keyin Cungu 8. günü harbiy aeroplan ve harbiy parxodlarni chiqarib Tayvan bo'g'ozi atrofida, balki Tayvanning sharqiy tarafida harbiy manevr qilishga boshladi. Hozir ko'lam jihatini aytganda dedi, Limuyan kichik dedi. Vaqt jihatini aytganda 3 kun dedi. Mesela o'tgan yil 8. ayının 2. günü Avam Palatasının sobiq boshlig'i Nancy Pelosi xonim Tayvanni ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin Cungu dabdabalik namoyish, dabdabalik manevr, dabdabalik taklif salgan edi. Farq bo'lib qoldi-da, o'tirdi. Farq bo'ldi hozir. Yani bu gapni siz bilan biz söylüşüp turmasak bugün Limuyan o'zi bunun kendi nima bor debdi. Bu mavzuni men nayiti yumshoq tarjim qildim. Asli nayiti qattiq gap olgan ekan, og'zimdan chiqarmay bu gapni vatandosh. Yumshoq tarjim qilib oldim. Kendi nima gap bor deydi. Kendi nima gap bor deganga men sizlarga so'zlab kelyapman vatandoshim. 2021 yil 7. ayının 21. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin reis Xi Jinping lihasa Tibet'ni ziyaret kıldı. Ben dedim üzüp ettim beni subjektif olsun beni objektif hareketki birliğe subjektif baha olsun. Bunun da kat'i nazar dikkat kılan vatandaş. Reis Xi Jinping özü kadem besip lihasaga yetip geldi degen gapni ben şu vaqt nima dedim? Vazife o'rinlashtirish dedim. Hizmetlerini teşkillash dedim. Lekin bu hizmetning nima ekanligi, vazifaning nima ekanligi sizga bizga natayin vatandaşlar. Bu 7. ayının 21. günü yuz bergan ish. 2021 yili. Ondan keyin diqqat qiling, 2. ayının 20. Voy ya 2022 yiliga kelganda o'tgan yili. Shunaqmi ya? 7. ayının 1. günüde. Top doğru bir yıldan keyin Reis Xi Jinping Şangang'da ziyaret kıldı ve görüngендekli boldu, gayip boldu. Keyin aşkarlangan Şinhuaşe tarqıt başkarlagan haberde Reis Xi Jinping Ürümçi'de yoki Şinjan Uyghur Abdunum rayonida mustamlika Uyg'uristonda hizmetlerini kezdin keçirdi dedi. 3 gün dedi. Ben bunun qo'shilmadim. Ben qo'shilgim kelmaydi. Chunki
7 ayının 1. günü Şanganda körünüş hasıl kılgandan başlap del 7 ayının 14. günü geçe her kandak akbarat sahasında reis Xi Jinping doğrusunda bir cümle yoki bir çeket haber ornida berilmedi vatandaş. Deki Şehvaşa 3 gündür şuna ben koşulmadım. 14 gün. Müstemlike Uyguristan'da hizmetlerini gözden geçirdi, hizmetlerini orullaştırdı, vazifelerini orullaştırdı. Xuddi lihasa Tibet'e okşaş. Arlık fakatlı 1 yıl vakit vatandaş. İşinensiniz bununla. Vatandaşım, tükedim ha 7. ayının 1. günü, 7. ayının 14. günü del. Reis Xi Jinping Ürümçi'den Beijing'e kayıtıp gelgen şu günü Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet Meclisi Tibet doğrusunda kanunlarya makullap Cungu Tibet o'ttirsidagi to'qinishni tinch yo'l bilan hal qilish to'g'risida o'ttirga qonunlarya qo'ydi. Men shu vaqtda sizga leksiya so'zlagan dedimki, yangi atalg'u, yangi atilish, yangi siyosiy ibora o'ttirga chiqdi ya dedim. Nima ibora etib vatandoshim? Cungu bilan Tibet o'ttirisiga to'qinish. Devlet Meclisi ezelden işletip bakmagan. Şu günü işletti to'qinish. Bu to'qinishni tinch yo'l bilan hal qilish kerak. 7. ayının 14. günü. Del şu günü 7. ayının 14. günü Hindistan 25 kilometre kaynağı çekindi. Cungu armiyası çiğradın 25 kilometre kaynağı çekindi. Oturluk dışkı 25 koşkanda 50 kvadrat kilometre zeminde boşluk peyda oldu Ladakh şehrinin etrafında. Dalai Lama del şu günü bu zeminge kelip gözden geçirdi ya vatandaşım. Şundak mı ya? Şundak oldu. Endi bu yıl çoğu 3. ayının 14. günü. 3. ayının 14. günü Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Kengeş Palatası Meke Mahon sızıqını itiraf kıldı. Yani Meke Mahon sızığı Tibet devleti ile Hindistan devleti o'ttirsidagi Meke Mahon sızığını itiraf kılış o'xshashda Tibet devletini itiraf kılışga baravar davr vatandaş. Bu 3. ayının 21. günü yüz berdi bu eş vatandaşım. Endi qaraymiz ki 3. ayının 23. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Tayvan Jungoning ishi emas dedi. Gap qattiq, siyosat qattiq, nayti uchoq yo'q. Endi hozirli bu yoq nima deydi u? Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungoning o'rtasida maxfiy kelishim hosil qilindimi dedi. Mazmuni nima? Anladım. Mazmuni to'g'risida limuyon bir og'iz gap qilmadi. Yoki xabarsizdi, yoki xabardor. Ammo mushu video filmga qo'ygan ism, nima qo'ygan mavzu intayin qo'pol. Men u tarafini tashlab etib, keyingi yumshoq mo'tadil qismini oldim vatandoshim. Tushuning mening harakatimni juma? Tushuning vatandoshim. Limuyonning bugungi doklati bu Buyuk Iroq orbitining az zamanda so'zlab kelayotgan Buyuk Iroq orbiti. Limuyon apandi. Bu nima uchun bu işte keskin bir ifodada bo'lib qoldi deb hozir tuyuqsiz savol qo'yib, agar bu yerdagi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasida maxfiy kelishim hosil bo'lgan bo'lsa, bu hozir Tayvandagi namoyishdan Jungo elib olgan namoyishdan ko'lami nemish kichikilab ketdi. Namoyish ko'lamidan boshqa vaqt nemish kichikilab ketdi, tarayib ketdi, qisqa bo'lib qoldi degan savollarni xato qo'yibdi vatandoshim. Men yaqinda yana sizlarga shuni aytdim. Hozir Erkin Osiyo radio so'zlayotganlarni o'zlari da'vatida nima deydi? Uyg'uriston masalasi. Ular Uyg'ur demaydi, Uyg'uriston demaydi ular. O'zlarining bir tepagan gaplari va shu gap bo'yicha so'zlagandimi? Agar ularning so'zlagan so'zlari bizning tilimizdagi Uyg'uristonga munosabat bo'lsa, yaqindan beri Uyg'uriston to'g'risidagi gap so'zlar va kishilik huquqqa ko'ngil bo'lishlar
xalqaro jamiyatda ozayib qoldi deydi. Siz mi gördünüz, anladınız buna haberleri, şundaqmı? Ondaqda men neme deyişim gerek? Hazır Lee Myung-yong'ның tilga algan sözü Amerika Jungo o'rtasida maxfiy kelishim imzolandimi deydi. Agar mayli Tibet meselesi, mayli Tayvan meselesi, mayli Uyg'uriston meselesi, mushu masalalar to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy Respublikasi bilan suhbatlashib natijaga kelib bir nuqtaga kelgan bo'lsa, bu nuqta nima? Uyg'uriston to'g'risida xabarlar ozayib qoldi. Jungoning Tayvan atrofida olib borgan manveri qisqarib qoldi. Ko'rdingizmi ya? Mushu ishlar. Endi Tibet to'g'risida xabarni men sizga aynan topshirdim. Bu katta gap. Demek Tibet to'g'risidagi Rossiya kelishim nima? Uyg'uriston to'g'risidagi Rossiya kelishim nima? Yoki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Cumhur Halk Cumhuriyeti o'rtasida imzolangan kelishim nima? Men buni o'zim qarishga da'vat qilim yo'q atandishim Juma. Lee Myung-yong'ning mana bugun sizlarga topshiray. Bir ko'rpaqinglar, bir Uyg'ur azamat Xitoy tilini biladigan bir ko'rpaqinglar bu xabarda. Tushundingizmi? 2023-yil 4-oyning 9-kuni yakshanba. YouTube. Şundaqda bir nuqtaga yetib keldi. Bir tugun tugildi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Cumhur Halk Respublikasi o'rtasidagi masalalarda birdek ko'z qarash hosil bo'ldi deb turaylar. Juma cho'qim emas Juma. Hozir Tibetnikini so'zlab bo'ldim, endi Uyg'urga munosabatlikini so'zlab beraymi? Qinghang nima deb e'tirof qildi? Yaqinda men sizga so'zladimlik siyadi vatandoshim. Cumhur Halk Cumhuriyetining raisi Xi Jinpingni Moskvaga berishga Amerika zo'rladi dedi. Men sizga so'zladim. Tashqi ishlar ministri Jungoning Qinghang. Shundaqmi? Men o'zim manzilda shular ko'z qarashdi etdim. Amerika hem Rossiyaga besim ishiltyapti. Amerika hem Jungoga besim ishiltyapti. Nima deb? Ukraina masalasi men sizga nayt inchkilik bilan tahlil qilib berdim vatandoshim. Uniga birinchi qo'ydigan sababim Amerika tikilib turgan ekan, sen Ukrainaga dollarmi bermaysan, harbiy qurol yaraqmi bermaysan, hech nima. Buna javobgarlik bor. Bu qatim Beijingni ziyorat qilgan Fransiyaning prezidenti Macron, anandan keyin von der Leyen xonim ta'kidlagan so'z nima bo'ldi desa, Rossiyaga yaqin turmaslik, Rossiyadan yiroq turish, Rossiyaga harbiy qurol yaraq bermaslik, tinch yo'l bilan hal qilish, Ukrainaning prezidenti Zelenskiy bilan ko'rishing, rais Xi Jinping, mana bu shu gaplar. Esingizda bormi, men sizga so'zladim vatandoshim? Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Jungoning Ukraina va Rossiya urushi to'g'risida tinchlik tashabbusi o'tirib qo'yish salohiyati yo'q. Siyosat qanday bo'ldi-ki? Do'stlarim, siyosatga qanday bo'ldi-ki? Mana shunday. Shuningdek men hozir deb kelyapmanki, bu qatim Beijingga berish Yevropa vakillari deb turay, men bu ikki davlat arbobini von der Leyen bilan Macron'ni Yevropaning vakili, Yevropa ittifoqining vakillari deb turay. Bu qatimki Beijingga berish qandaqda 160 tane aeroplan sotib olish va Fransiyaning savdogarlarini olib borib Guangzhoudagi koni tijorat bazasiga ziyorat qildirish bo'la emas. Vatandosh, bo'la emas. Bu yani siyosat besimi var, siyasi besim var. Bu faqat shu davlatlarning o'ziga oid. Ben bugün bunu fakat Lee Myung-yong'ning so'zi atrofi turib sizlarga tahlil qilib beryapman vatandoshim. Tushundingizmi? Shunlashqa shundaq deymizki, hozir rais Xi Jinpingning Moskvani ziyorat qilishi, qaytib kelishi, o'tgan yili Samarqand shig'ini qo'yib turing. Indoneziyadagi Rossiyaning tashqi ishlar ministri Ravlov bilan Jungoning tashqi ishlar ministri shu vaqtga Wang Yining suhbatlari. Surat maydonini ko'ringlar dedim vatandoshlarım. Biringlaring esida bo'lsin. Bu ishlarning hammasi
Üzüp eytimen ki men üzem muşu paketlerim asası, koygun paketlerim asası da bu katım ki işte Prezident Vladimir Putin'in aldığa Reis Xi Jinping'in berişi Uygur'a münasebetlik mesele. Bu yerda ikki xil ko'rinishda sizlarga selishtirib beray. 3-oyning 21-kuni Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Reis Xi Jinping bilan xo'shlashadigan chaqda jukunib o'ltirib nima dedi? Hech kim bilmaydi. Şu vaqtda Reis Xi Jinping'ning nima deganligini, Prezident Vladimir Putin'ning nima deganligini hech kim bilmaydi. Harbiy qurol bor demdi, deyolmaydi. Dollar bor demdi, deyolmaydi. Savdo tijorat to'g'risi ana ish yo'q. Bo'lgandimi hech kimga arzimaydi. Hech boshqa yerda vatanda. Prezident Vladimir Putin jukunib o'ltirib Vladimir Putinga nima dedi? Hech kim bilmaydi. Xo'sh, bu birinchi xil taslim bo'lish deyli. Yoki birinchi xil ma'qul bo'lish deyli, taslim demayli, juma taslim demayli. Birinchi qatim ma'qul bo'lish deyli. Masalan, rahmat sana Reis Xi Jinping. Mening deganimni anglading, mening deganimga yaxshi javob berding degan bo'lsa, bu bir. Ko'rinish, bu ko'rinishning mazmuni bo'ldi vatandosh. Shundaqla 4-oyning 5-kuni Fransiyaning prezidenti Macron Beijingga tushdi. 160 dona osmondagi avtobus belgilik aeroplanni setib oladigan bo'ldi. Bu Reis Xi Jinping Moskvada 3-oyning 21-kuni jukunib o'ltirib Vladimir Putinga bir nima deganligi. Va Vladimir Putinning jukunib o'ltirib Reis Xi Jinpingga bir nima deganligi. Endilikda Macron Fransiya prezidenti Beijingga keldi. 160 tane aeroplan setib olishga bir nima deganligi. O'xshash deyishdi. Vladimir Putinning jukunib o'ltirib bir nima deganligi. Jungnan Xayning 160 tane Fransiyadan aeroplan setib olishi o'xshashlar. Şekli başka, jükünüş bulup hesaplandı vatandaş. Çünkü Çingan hocam nimdeydi? Sepiline sakallarını alik. Çingan hocam nimdeydi? Moskvaga nimiş geldik? Bizni Moskvaga mecburlap evetken Amerika nimiş geldik deydi. Avrupa'nın vekili iki devlet rehberi Avrupa İttifakı Komitesi'nin reisi Fransa'nın prezidenti Beijing'e nima keldi? Hadi şunda keliş bilella Jongnan Xayning 160 tane aeroplan setib olmoqchi bo'lganligi. 3-oyning 21-kuniga Moskvada ko'rinish, 4-oyning 5-kuniga Beijingda Jongnan Xayning ko'rinish o'xshashdir. Kechiringlar vatandoshlar.